Bizani birinchi modimiz esa bu albatta F5 modi. Biz F5 modini qo'shgandan so'ng sizlar mana shunday paydo bo'lasizlar. Lekin sizlar mana bu настройка bo'limidan mana bu настройка ikkinchisini bosib F5 modini ishga tushirishinglar kerak bo'ladi. Mana F5 bo'ldi ham bizga qo'shildi. Bu F5 modini sizlar albatta mana Telegram kanalida yuklab olishingiz mumkin, lekin bu mod u yerda yo'q. Chunki sizlar bu yerda 50 ta like yig'ib bersanglar, men hamma modlarimni shu yerga tashlayman. Bu albatta aslahalar modi. Bu modda esa sizlar aslahani kiygan bo'lsangiz, sizlarga mana bu yon tarafda narsalar ko'rsatib turgan bo'ladi. Hozir mana ko'rishingiz mumkinki, mana bu knopkalarni oldidan paydo bo'lib qoldi. Ushbu narsa sizlarga juda yaxshi qulayliklar va agar aslaha kuch tugatgan bo'lsa, sizlarga bu narsani qo'shib beradi. Endi esa top 3-modga o'tsak ham bo'ladi. Top 3-mod esa endi bizga daraxt cho'pish. Ya'ni bu modlarga juda ham qulaylik beradi. Masalan, mana shu yerda juda ham katta daraxt bor. Sizlar buni bitta cho'pishingiz kerak. Cho'pasizlar. Bitta cho'pishingiz kerak, lekin bu juda ham osoncha bo'lishi mumkin. O'rtani olib mana bu yerni sindirsak ekan. Nimadir modda kamchilik bor shekilli. Mana endi bo'ldi, biroz bug bo'lib qoldi. Mana bu barcha daraxtni sizga tushirib beradi. Juda ajoyib mod. Bu tvarchiski emas, bijimaniga ham ishlayveradi. Faqat qo'l bilan emas, tapor bilan sindirish kerak. Endi esa bo'ladi top 4-modga go. Top 4-modimiz esa bu albatta sheydir. Sizlar e'tibor bergan bo'lsangiz, video boshidan beri mana shu yerda sheydir. Bu sheydir juda ham realistik. Hatto o'tlarni ham qimirlashini effektlar beradi va quyosh juda ham realistik. O'zim asliga o'ygan ko'rsataman. Hozir o'yimizni bor. Mana o'yini qaranglar. Juda ham realistika beradi. Yana bir qulayligi shu bitta daraxtni ham qimirlash effekti beradi. Endi esa biz top 5-modga qani go. Top 5-modimiz esa bu knopkalar modi. Men bu knopkalar modini o'zim Telegram kanalimga tashlab, bu sizlarning knopkalaringizni yo'q qilib beradi va men sizlarga 3 knopka sifatida buni ko'rsatib berdim. Knopkalarimni yo'qotganim yo'q. Mayli, videomiz shu yerda tugaydi. Albatta like va kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Men albatta bularning barchasini o'qib chiqaman bo'ldi. Videom yoqqan bo'lsa like bosib, albatta kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Barchaga rahmat. To'xtayman. Ular barchaga rahmat. Albatta obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar.